Yaponiya davlatining Nagoya shahrida abadiy rishtalar, O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi madaniy-ma'rifiy aloqalarni o'rganish mavzusida yirik tadbir o'tkazildi. Unda keng jamoatchilik vakillari, Nagoya universiteti professor-o'qituvchilar hamda Yaponiyadagi diplomatik korpus vakillari ishtirok etdi. Mazkur tadbir Toshkent davlat texnika universiteti, Turizmni rivojlantirish qo'mitasi va mamlakatimiz elchixonasi hamkorligida tashkil etildi. O'zbekistonning boy madaniy merosi, turistik salohiyati hamisha xorijlik sayyohlarni o'ziga jalb etib keladi. Turli taqdimotlarni o'z ichiga olgan mazkur jarayonda yurtimizning turistik va gastronomik salohiyati, san'at ustalarining konsert chiqishlari va milliy raqslar namoyish etildi. Shuningdek, hunarmandchilik, kashtachilik va zardozlik namunalari ayniqsa yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Namoyish etilgan ko'rgazmalar orqali ishtirokchilar O'zbekiston haqidagi tushunchalarini yanada boyita oldi deyish mumkin. Yurtimizning boy tarixiga ega bo'lgan manzillari bilan bir qatorda milliy taomlar va kuy-qo'shiqlar namoyishlarini esa alohida e'tirof etish joiz. Ishtirokchilarning hayrati va yuz ifodalaridan bu kabi ko'rgazmalarning ahamiyati katta ekanligini anglash mumkin. Toshkent davlat texnika universiteti jamoasi tomonidan tashkil etilgan mazkur turistik ko'rgazmalar orqali yurtimizga sayyohlar oqimi yanada oshsa ne ajab. O'zbekistonimizni madaniyatini, tarixini aks ettirilgan ko'rgazmalarni tashkil qilish bilan bir qatorda san'at ustalarimizni chiqishlari ham bo'ldiki, mana bu san'at ustalarini chiqishlari, maqom kuylari, shu bilan birga o'zbek munojotini kuylanishi yapon ixlosmandlarida qalblariga yangi bir his tuyg'uni, vatanimiz to'g'risidagi iliqlikni, do'stona munosabatni, samimiylikni yana bir jo bo'lganligi. Har bir ushbu tadbirda ishtirok etgan yaponiyalik qadrdonlarimiz o'zlarini albatta O'zbekistonga borishi, albatta O'zbekistonning madaniyati bilan, O'zbekistonning tarixi bilan, Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari bilan albatta tanishishlari to'g'risida o'zlarini iliq fikrlarini, iliq munosabatlarini bildirdilar. Xabaringiz bor, joriy yilda yurtimiz yana bir nufuzli anjumanga mezbonlik qiladi. Aniqrog'i, Samarqand shahrida UNESCO bosh assambleyasining 43-yig'ilishi o'tkaziladi. Yaponiyada tashkil etilgan ushbu tadbirlar orqali xorijlik sayyohlarni mamlakatimizga yanada qiziqtirish va ularni jalb qilish, bir so'z bilan aytganda yurtimizni xalqaro maydonda ko'z-ko'z qilishdir. Men o'tgan yil Samarqandda o'tkazilgan sharq taronalarida qatnashib, ishtirok etib, endi 3-o'rinni oldim. Shunaqa menga juda ham yaxshi esdalik bo'lgan Samarqand shahrida shu yil noyabrda endi O'zbekistonda birinchi marta UNESCO'ni katta majlis o'tkazilar ekan. Shu joyga Samarqand tanlanganligi uchun men ham juda ham xursandman. Endi bugun Yaponiyada, Nagoya shahrida O'zbekiston haqida va O'zbekiston madaniyat ovqatlari haqida Yapon fuqarosiga tanishtirish zo'r tadbir bo'ldi. O'zbekistonga qiziqqanlar ko'p qatnashgan. Endi oldin O'zbekistonga borganlar ham bo'lgan ekan. Endi bundan keyin bormoqchi bo'lganlar ham ko'p bor ekan. Endi O'zbekistondan kelgan haqiqiy muzikantlarning ijrosini eshitib, ovqatini yeb, yanada qiziqish oshgan ekan. Bunaqa tadbir bundan keyin ham ko'p o'tkazilishini xohlayman. Shuningdek, tadbirlar davomida ro'yi zamin sayqali bo'lgan Samarqandda o'tajak ushbu anjuman mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro ishonch va muloqotni yanada kuchaytirishda alohida ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Nagoya universiteti vakillari Toshkent davlat texnika universiteti jamoasi tomonidan tashkil etilgan ushbu targ'ibot tadbirlarini yuksak baholashdi hamda bu kabi madaniy loyihalarning doimiy bo'lishi zarurligini ta'kidlashdi.